Assalomu alaykum barchaga. YouTube'dagi video darslarimiz davom etadi. Bugun sizlar bilan 2025-2026 o'quv yilida ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan yakuniy attestation imtihoniga tushadigan savollarni ko'rib o'tamiz. Demak, biz 9-bo'limga kelib qolganmiz. 9-bo'lim bu ehtimollik va statistika. Boshlaymiz. Birinchi savol. Ikkita o'yin kubogi tashlandi. Ikkita kubikda tushadigan ochkolar yig'indisi 10 dan oshmaslik ehtimolligini toping debdi. Deylik, birinchi kubikda A ochko tushsa, ikkinchisida B ochko tushsa, bular yig'indisi 10 dan oshmasligini topishimiz kerak. Xo'p, endi 10 dan oshmaslik holatlari ko'p. Biz 10 dan oshish ehtimolligini topib, ya'ni bunda holatlar kam. Birdan ayirtsak, undan oshmaslik ehtimoli kelib chiqadi. Demak, A va B yig'indisi 10 dan katta deganimiz nechta holatda bor? Masalan, ikkita o'yin kubigida bilamiz, bu 1 dan 6 gacha nomerlangan bo'ladi. Shunda 10 dan oshish ehtimolini topamiz. 5 u 6, ya'ni holatlarni yozamiz. 6 u 5 va 6 u 6 holat tushsa, yig'indisi, ya'ni ochkolar yig'indisi undan oshadi. Shunda bizda qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz 3 ta bo'lyapti. Ya'ni 3 ta holatda yig'indi undan oshadi. Endi umumiy imkoniyatlarimiz ikkita o'yin kubigi tashlangani uchun 6 ta yog'i bor. Shuni hisobiga 6 kara 6 umumiy imkoniyatlarimiz 36 ta bo'ladi. Demak, A hodisaning ehtimolligi deganimiz bu qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarning umumiy imkoniyatlariga nisbati. Shunda bizda A hodisamiz ehtimolligi 3 taqsim 36 ga 3 ga qisqartirsak 1 taqsim 12 ga teng bo'ladi. Bu 10 dan oshishligi. Endi 10 dan oshmasligini topishimiz uchun bu ustiga chiziqcha qo'yib qo'yamiz. 1 dan ayirib tashlashimiz kerak. 10 dan oshish ehtimolligini. 1 dan ayiradigan bo'lsak 1 minus 1 taqsim 12 11 taqsim 12. Demak, javob 11 taqsim 12 ga teng bo'ladi. Ya'ni ikkita o'yin kubogi tushadigan ochkolar yig'indisi 10 dan oshmasligi ehtimolligi 11 taqsim 12 ga teng deymiz birinchi savolda. Endi ikkinchi savolga qaraymiz. Qutida 6 ta qizil, 4 ta oq shar bor. Tavakkalga olingan ikkita sharning bir xil rangli bo'lish ehtimolini toping. Demak, bir xil rangli bo'lishi kerak. Qizil sharlarimiz 6 ta, oq sharlarimiz 4 ta ekan. Endi qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz m bilan belgilaydigan bo'lsak, ikkita shar tanlanyapti. Ikkita sharimiz bir xil rangli bo'lishi kerak. Buni qanday amalga oshiramiz desa, yo 6 ta qizil shardan 2 ta olishimiz kerak yoki 4 ta oq shardan 2 ta olishimiz kerak. Bu qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlar. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, s 6 u 2 15 ga teng bo'ladi. Plusdan s 2 6 ga teng bo'ladi. Demak, qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz 21 ta holat. Endi umumiy imkoniyatlar. Umumiy imkoniyatlarimiz jami sharlar 10 ta. 10 ta shardan 2 ta olishimiz kerak. Ya'ni 4 ta oq va 6 ta qizil sharni qo'shsak 10 ta shar bor. Shundan 10 tadan 2 ta olishimiz bu umumiy imkoniyatlar. Buni hisoblaydigan bo'lsak 45 ta bo'ladi. Ya'ni umumiy imkoniyatlarimiz 45 ta. Endi A hodisaning ehtimolliga desak n taqsim n ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarning umumiy imkoniyatlariga nisbati kabi 21 taqsim 45. 3 ga qisqartirsak 7 taqsim 15. Demak, javob ikkita sharning bir xil rangli bo'lish ehtimolligi 7 taqsim 15 ga teng deymiz. Ikkinchi savolimizda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 3-savol. Bir xil kartochkalardan 20 dan 35 gacha 35 ham kiradi. Sonlar yozildi. Har bir kartochkada bittadan son yozildi. Kartochkalar stolga teskari bilan qo'yildi va aralashtirildi. Tasodifan olingan kartochkadagi sonning tub son bo'lish ehtimolini toping. Demak, dastlab jami sonlar nechtaligi hisoblab olamiz. Jami sonlarimiz 20 dan
35 gacha 20 deylik 21 22 va hokazo 35 gacha sonlar yozildi. Endi mana shu yerda nechta son bor desak 35 dan 20 ni ayirib birni qo'shishimiz kerak. Sanoq birdan boshlanmasligi uchun boshlanmasa shunday nechta son borligini hisoblaymiz. Bu yerda endi 16 ta son bor ekan jami. Jami 16 ta son bor deymiz. Endi shu yerda tub sonlar. Nechta tub son bor? Endi tub sonlarimizni sanaymiz. Tub sonlar. 23 tub son, 29 tub son, 31 tub son. Demak, bu yerda jami 3 ta tub son bor ekan. Xo'sh. Qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz 3 bo'ladi. 3 ta tub son bor. Bu vaqtda umumiy imkoniyatlarimiz 16 ta bo'ladi. Ya'ni umumiy 16 ta son bor. Shunda A hodisaning ehtimolligi desak m taqsim n ko'rish, ya'ni 3 taqsim 16 ga teng bo'ladi. Demak, 3-savolda javob 3 taqsim 16 ga teng deymiz. Bu bizda 3-savol. Endi 4-savolga qaraymiz. Guruhda jami 4 nafar talaba bor. Ularning yarmi kimyo to'garagiga qatnashadi. Guruh ichidan tasodifiy 5 nafar talaba tanlab olindi. Tanlangan talabalarning barchasi kimyo to'garagiga qatnashadigan talaba bo'lish ehtimolini toping deyilgan. Demak, jami 20 nafar talaba bor. Ularning yarmi kimyo to'garagiga, yarmi desa, demak 10 tasi kimyo to'garagiga qatnashadi. Kimyo to'garagiga qatnashadi. Ulardan tasodifiy ravishda 5 nafar 5 kishi tanlab olinyapti. 5 kishi tanlandi. Tanlangan 5 kishi kimyo to'garagiga qatnashgan talaba bo'lish ehtimoli. Endi qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz jami 10 ta kimyoga boradigan ichidan 5 ta tanlab olishimiz kerak. Umumiy imkoniyatlarimiz esa o'sha 20 kishining ichidan 5 kishi tanlab olishlarimiz soniga teng. Demak, shuni hisoblaydigan bo'lsak, A hodisaning ehtimolligi m taqsim n ga teng. Demak, S unu 5 S 25 ga nisbatini topishimiz kerak. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, surat 10 faktorial taqsim 5 faktorial kira 5 faktorial bo'ladi. Maxraj 20 faktorial taqsim 5 faktorial kira 15 faktorial bo'ladi. Endi qisqartirib olishimiz kerak. Bu yerda 20 faktorial bilan 15 faktorialni qisqartirib olsam va 10 faktorial bilan 5 faktorialni ham qisqartirib olsam bo'ladi. 10 faktorial bilan 5 faktorial qisqartirsam 6, 7, 8, 9, 10 bo'ladi. Undan tashqari mana bu maxrajlardagi ikkita 5 faktorialni ham qisqartirib yuborsam bo'ladi. Bular o'rnida 1 qolyapti. Xo'p, endi 20 faktorial bilan 15 faktorialni qisqartirganimda maxrajda 16, 17, 18, 19, 20 qoladi. 10 faktorial bilan 5 faktorial qisqartirganda 6, 7, 8, 9, 10 qoladi. Endi yana qisqartirib yuborsak bo'ladi. Yana qisqaradiganlarni. Xo'sh. Nimalarni qisqartirib yuborsak bo'ladi? 6, 7, 8, 9, 10. Bu yerda 6 deylik, 7, 8, 9 nimalar 20 bilan qisqartirsam bo'ladi. 10 ni bittadan 0 ketadi. Xo'p. Endi bu yerda 1, bu yerda 2 qolyapti. Endi 8 kira 9 72 bo'ladi. Qisqartirishimiz mumkin bularni ham. Yani 8 kira 9, 6 ni ham qisqartirishimiz mumkin. Xo'sh.
deylik 8 9. Bu yerda 18, bu yerda 2 qoladi, 36. Endi suratda 2 qoladi. 72 ni 36 ga qisqartirib, bu yerda 2, bu yerlarda 1 qolyapti. Endi 12 bo'ladigan bo'lsa, 16 bilan 6 ni 2 ni ham qisqartirib yuborsak bo'ladi. Bu yerda 3 qoladi, bu yerda esa 4 qoladi. Ya'ni 2 ta 2 qisqardi. Xo'p, shunda suratda nimalar qolyapti? 3 7 qolyapti. Mahrajda 4 17 19 qolyapti. Mana shu 3 ta ko'paytma, ya'ni 4 17 19 ko'paytirsak 1292 bo'ladi, dan 21. Ya'ni 21 taqsim 1292 bo'lyapti. Mana shu ifodamizning ehtimolliklari. Xo'sh. Bizda bu 4-savolimiz bo'ldi. Endi 5-savolga qaraymiz. 5-savol. 5 ta tarix va 3 ta kimyo kitobi orasida ixtiyoriy 4 ta kitobning eng kamida 2 tasi tarix kitobi bo'lish ehtimolini toping debdi. Demak, jami 8 ta kitob bor. Jami 8 ta kitob. Endi shundan 5 tasi tarix, 5 ta tarix kitob bor, 3 ta kimyo. Endi 4 ta kitob, ixtiyoriy olingan 4 ta kitobning eng kamida 2 tasi tarix kitob bo'lishi, eng kamida 2 tasi tarix kitob bo'lishi desak, endi bu qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimizni sanaymiz. Ya'ni 4 ta kitob tanlanyapti-da. 4 ta kitob tanlandi. Bundan eng kamida 2 tasi tarix. Endi tarix kitoblarimiz 5 ta bo'lgani hisobiga 5 ta tarix kitobdan eng kamida 2 ta tanlashimiz mumkin va 3 ta kimyodan 2 ta tanlashimiz mumkin. Sabab 4 ta kitob tanlashimiz kerak. Mana bu yerda 4 ta bo'lishi kerak. Yoki 5 ta tarix kitobdan 3 ta tarix kitobni va 3 ta kimyo kitobdan bitta kimyo kitob tanlashi mumkin. Yoki 5 ta tarix kitobdan 4 tasini tanlab qo'ysam bo'ladi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, S5U 2 10 ga teng. S5U 2 10 ga teng. Ko'paytirilgan S3U2 3 ga teng. Plusdan S5U3 ham yana 10 ga teng. Ko'paytirilgan S3U1 bu yana 3 ga teng. Plusdan S5U4 bu 5 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak, bizda qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz 65 ta bo'ladi. Ya'ni 65 ta holatda eng kamida 2 ta tarix kitobni olishimiz mumkin. Endi umumiy imkoniyatlar desak, umumiy imkoniyatlarimiz jami nechta kitob bor? 8 ta kitob bor. 8 ta kitobdan 4 tasini olishimiz bu umumiy imkoniyat bo'ladi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak 70 ga teng bo'ladi yoki 8 faktorial taqsim 4 faktorial kirib 4 faktorial hisoblaymiz. 8 faktorial bilan bitta 4 faktorialni qisqartirib yuborsam 5 6 7 8 qoladi. Endi 5 6 7 8 ni ko'paytmasini 4 faktorial, ya'ni 24 ga bo'lsak, 6 kara 8 48 ni 24 ga qisqartirsak 2 qoladi. 5 7 2. Ya'ni 70 ta. Umumiy imkoniyatlarimiz 70 ta bo'ladi. Endi A hodisani ehtimolligi desak, M taqsim N ga teng. Shunda eng kamida ikkita tarix kitob bo'lish ehtimolligi 65 taqsim 70 qisqartiradigan bo'lsak 5 ga qisqaradi. 13 taqsim 14 ga teng deymiz. Demak, javob 13 taqsim 14 ga teng 5-savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 6-savol. 5 ta yo'lovchidan
uchtasining haydovchilik guvohnomasi bor. Demak, uchtasida guvohnoma bor ekan. Ular ikki qatorga joylashtirildi. 2 kishi oldinga, 3 kishi orqaga. Oldinga o'tirgan 2 kishining haydovchilik guvohnomasi bo'lish ehtimolini toping debdi. Demak, jami 5 kishi bor. Shundan uchtasida haydovchilik guvohnomasi bor ekan. Demak, haydovchilik guvohnomasi bor. Endi oldinga o'tirgan 2 kishi, ya'ni oldinga odam tanlayapmiz. Oldinga ikkita odam o'tiradi. O'sha ikkita o'tirgan odamni haydovchilik guvohnomasi bo'lish ehtimolini toping deb. Demak, oldinda 2 kishi o'tirsa, ikkalasida ham haydovchilik guvohnomasi bo'lish uchun, qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz o'sha 3 tadan 2 ta tanlashimiz kerak, chunki 3 kishida haydovchilik guvohnomasi bor. Demak, bu umumiy 3 ta holat bo'ladi. 3 xil holatda o'tkazsak bo'ladi. Umumiy imkoniyatlarimiz esa jami 5 tadan 2 tani o'tkazishimiz. Ya'ni oldinga o'tirgan 2 kishini haydovchilik guvohnomasi bo'lish ehtimolini topishimiz uchun faqat oldinga 2 kishini qanday joylashtirish mumkin, shuni hisoblashimiz kerak. Qulaylik tug'diruvchimiz shu 3 ta haydovchilik guvohnomasi bordan 2 tasini olishimiz kerak. Umumiy imkoniyatlarimiz esa jami 5 tadan 2 tani olishimiz kerak. Esa 5 u 2 bu 10 ga teng. Ya'ni 10 ta holat A hodisani ehtimolligi desak, m taqsim n. Demak, 3 taqsim 10 ga teng. 6-savolda javob 3 taqsim 10 ga teng deymiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. 7-savol. 9-sinf o'quvchilarining bir oy davomida o'qigan kitoblari soni quyidagi jadvalda berilgan. Kitob soni x, o'quvchilar soni m. O'quvchilarning o'qigan kitoblar sonining dispersiyasini toping debdi. Xo'p. Bu yerda o'quvchilarning o'qigan kitoblari soni dispersiyasini kitoblar soniga nisbatan. Demak, tasodifiy hodisaning qiymatlari 1, 2, 3, 4 bo'lsa, bu yerda necha kishi o'qiganligi bu chastotasi bo'lyapti bizda. Dispersiyasini aniqlash uchun birinchi ishimiz bu ifodani, ya'ni bu qatorni deymiz, o'rta arifmetikini hisoblashimiz kerak. Ya'ni o'rta arifmetik qiymatini hisoblashimiz kerak. Ikkinchi ishimiz dispersiyasini hisoblaymiz. Ya'ni dispersiyani topish formulasi mana shu. Mana shundan foydalanamiz. Demak, bizda x va m berilgan. M bu yerda chastotasi bo'ladi. X bu tasodifiy miqdori qiymatlar. Shunda o'rta arifmetik qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, x ustiga chizilgani bo'ladi. Teng deyman. x1 kare m1 ketyapti. Ya'ni m1, m2, m3, m4 lar bu chastotalar. 1 kare 1, mana bu m1, m2, m3, m4 bo'lyapti. Bular x1, x2, x3, x4 bo'ladi. Shunda 1 kare 1 plus 2 kare 4 plusdan 3 kare 3 plus 4 kare 2 deymiz. Taqsimda m1 plus m2 plus m3 plus m4. Endi bunda 4 ta bo'lgan uchun chastotalari 1, 4, 3, 2. Qo'shsak bu 1, 8, 6, 9, 7. 26 taqsim 10 bo'lyapti. Demak, o'rta arifmetik qiymati 2,6 ga teng bo'lyapti. Ya'ni bu jadvalda deymiz, o'rta arifmetiga. Endi jadvalimizda bu aslida sonlar qatori deymiz. O'rta arifmetiga 2,6 ga teng. Endi dispersiyasini aniqlaymiz. Dispersiyasini aniqlash uchun d teng deymiz. Xo'p, bu yerda m1, m2 lar bu chastotalari bo'ladi. x1, x2 tasodifiy miqdor qiymatlari bo'lyapti. Ya'ni x1 birinchi qiymati 1 minus 2,6, ya'ni o'rta arifmetikning kvadrati ko'paytirilgan m1. m1 necha marta takrorlanyapti. Xo'p. Ya'ni chastotasi. Plusdan
x2 2 ga teng. 2 minus 2/6 kvadrati ko'paytirilgan 4. m2 minus 4 ga teng. Plusdan 3 minus 2/6 kvadrati ko'paytirilgan 3 ga teng. Xo'sh, plusdan 4 minus 2/6 kvadrati ko'paytirilgan uni chastotasi, ya'ni m4 2 ga teng bo'ladi jadvaldan. Endi mahrajida chastotalarni qo'shamiz. 1 plus 4 plus 3 plus 2. Endi suratni hisoblaydigan bo'lsak, surat 8.4 ga teng bo'ladi. Taqsimda 10. Shunda bizda dispersiyamiz 0.84 ga teng bo'lar ekan. 7-savolda dispersiya 0.84 ga teng deymiz. Mana shu shaklda hisoblab qo'yishimiz kerak. Bu 9-sinf darsliklarda berilgan, umumta'lim kitoblarda ham bor. Bu bitta usuli. Matematik qutilma orqali ishlanish usuli ham bor. U usuldan ko'ra buni ko'rsatib o'tdik. Bu usul ham unchalik qiyin emas. Ya'ni ikkita qadamda hisoblab qo'ysak bo'ladi. Bizdan dispersiyasi, o'rtacha kvadratik chetlanish so'rashi mumkin. Bizda hozircha dispersiya so'raladi. Dispersiyani hisoblashni mana shu ikkita qadamda hisoblab qo'ysak bo'ladi. Endi keyingi savolga qaraymiz. 8-savol. Tokchada 3 ta tarix, 2 ta kimyo va 3 ta matematika kitobi joylashtirilmoqda. Barcha 8 ta kitob bir-biridan farqli. Kitoblar tasodifiy tartibda belgilanganda, terilganda 2 ta kimyo kitobi yonma-yon joylashishi ehtimol. 2 ta kimyo kitobi yonma-yon bo'lishi kerak. Demak, qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz deymiz. 2 ta kimyo kitobi yonma-yon bo'lishi uchun bu yerda hozir masalan jami kitoblarimizni yozib olishimiz kerak. Jami 8 ta kitob bor. Endi qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlar deganda 2 ta kimyo kitobni bitta deb o'ylaymiz. Ya'ni majoziy ma'noda aytamiz, sko'shlaymizda. Qolgan 3 ta tarix, 3 ta matematikaga qo'shsak 7 ta kitob bo'ladi. Endi ularni 2 ta kimyo kitob bitta deb qaraymiz. Yonma-yon bo'lishi uchun bitta deb qarashimiz kerak. Shunda 6 ta kitobga qo'shsak 7 ta bo'ladi. Bu 7 ta kitobni o'zaro o'rin almashtirishlari 2 faktorialda, 2 ta kimyo kitobni o'rin almashtirishlari yana 2 faktorial. 7 faktorial kare 2 faktorial bo'ladi. Endi bu qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlarimiz. Umumiy imkoniyatlarimiz 8 ta kitobni o'zaro o'rin almashtirishda 8 faktorialda bo'ladi. Endi A hodisani ehtimolligi desa m taqsim n ga teng deymiz. Shunda 7 faktorial kare 2 faktorial taqsimda 8 faktorial. Endi qisqartirib olamiz. 7 faktorial bilan 8 faktorial qisqarsa mahrajda 8 qoladi. Suratda 1 kare 2 faktorial, ya'ni 2 taqsim 8 yoki 1 taqsim 4 ga teng. Demak, javob 1 taqsim 4. 8-savolimizda. Ya'ni 2 ta kitobni yonma-yon bo'lish, joylashish ehtimoli 1 taqsim 4 ga teng deymiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. 9-savol. 9-sinf o'quvchilari bir hafta davomida mobil ilovada necha marta o'yin o'ynaganlarini qayd etishdi. O'yin soni x, o'quvchilar soni shunday. O'quvchilar o'ynagan o'yinlar dispersiyasini toping. Bunda ham dispersiyani topish kerak. 7-savolimizga o'xshab, dastlab birinchi ishimiz bu ifodani, ya'ni bu qatorni o'rta arifmetikini topamiz. Ikkinchisi dispersiyasini topamiz. Ya'ni o'rta arifmetik qiymat qiymatni topamiz. Ikkinchi ishimiz dispersiyasini hisoblashimiz kerak. Mana shu ikkita formuladan hisoblab qo'yishimiz kerak. 9-savol. Xo'p, dastlab o'rta arifmetikni hisoblasak ustiga chizilgan bo'ladi. Bu yerda chastotalar bilan berilgan 1, 3, 4 bu chastotalar, ya'ni necha marta takrorlangan. Shunda 0 kare 1 plusdan 1 kare 3 plusdan 2 kare 4 plusdan 3 kare 2 taqsim 1, 3, 4, 2 hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 17 taqsim 10 bo'lyapti. Demak, 17 ni 10 ga bo'lsak
1,7 bu o'rta arifmetik. Endi keyingisi ishni qilamiz, ya'ni dispersiyasini hisoblaymiz. Dispersiyasini hisoblash uchun d barobar deymiz. Qavs ichida x1 ya'ni 0 minus o'rta arifmetikning kvadrati ko'paytirilgan chastotasi 1 ga teng plusdan jadvalga qarashimiz mumkin. 1 minus 1,7 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 plusdan 2 minus 1,7 ning kvadrati ko'paytirilgan 4 plusdan 3 minus 1,7 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ga teng mahrajda chastotalar yig'indisi 1, 3, 4, 2. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, surat 8,1 taqsim mahraj 10 bo'lar ekan. Demak 8,1 taqsim 10. Shunda dispersiyamiz d barobar deymiz 0,81 ga teng. Demak javob 0,81. 9-savol. Ya'ni o'quvchilar o'ynagan o'yinlar soni dispersiyasi 0,81 ga teng deymiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. Oxirgi savol bu 10-savol. 9-sinf o'quvchilarining 2 hafta davomida o'qigan kitoblari soni, ya'ni 2 hafta davomida o'qigan kitoblar soni quyidagi jadvalda berilgan. O'quvchilar o'qigan kitoblarning o'rtacha kvadrat chetlanishini toping debdi. Sigmani topishimiz kerak. Demak, buni topish uchun birinchi ish o'rta arifmetikni hisoblaymiz. Ya'ni o'rta arifmetik qiymatni hisoblaymiz. Ikkinchi ish dispersiyasini topamiz. O'rtacha kvadrat chetlanishni topish uchun uchinchi ish sigmani topish uchun dispersiyasidan ildiz olsak, o'rtacha kvadratik chetlanish kelib chiqadi. O'rtacha kvadratik chetlanish. Demak, mana shuni qadama-qadam bajaramiz. Dastlab o'rta arifmetikni hisoblab olamiz. O'rta arifmetik jadval qalayotgan bo'lsak, 0 kara 1 plusdan 1 kara 3 plusdan 2 kara 4 plusdan 3 kara 2 taqsim chastotalarni qo'shamiz. Ya'ni chastotalar 1, 3, 4, 2. Demak, surat bizda 17 bo'lyapti, mahraj 10 bo'lyapti. Hisoblasak 1,7 o'rta arifmetikka. Endi keyingi ishimiz dispersiyasini hisoblashimiz. Dispersiya 0 minus 1,7 ning kvadrati ko'paytirilgan 1 plusdan 1 minus 1,7 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 plusdan 2 minus 1,7 ning kvadrati ko'paytirilgan 4 bo'lyapti, plusdan 3 minus 1,7 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 bo'lyapti. Taqsimda mahrajda 1 plus 3 plus 4 plus 2. Bularni hisoblaydigan bo'lsak 8,1 taqsim 10. Ya'ni 0,81 ga teng bo'ladi dispersiyasi. Yuqoridagi jadvalga o'xshash. Endi o'rtacha kvadratik chetlanishini topish uchun sigma barobar deymiz. Ildiz ostida 0,81. Shunda sigmamiz bizda 0,9, ya'ni 0,9 ga teng ekan. Demak, 10-savolda o'rtacha kvadratik chetlanish 0,9 ga teng deymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar.